Assalomu alaykum, Traktor Boros kanalining kuzatuvchilari. Bugun orqamda turgan traktorlarni narx-navosi hamda kichkina obzori o'tamiz. Oxirigacha ko'ring videoni hamda like bosish esingizdan chiqmasin. Kuzatishda davom eting. Mana bugun shuncha ko'rib turgan texnikamiz haqida fermerlarga qisqacha bir obzor qilib o'tamiz. Narx bo'yicha, traktorda tuzilishi bo'yicha, hammasi bo'yicha qisqagina obzor qilamiz. Bizning kichkinagina bir mehnatimizni ayamasdan laykchani, yurakchani qizartirib qo'yish esdan chiqmasin fermer akalar. Hozir mana Erkin akamiz, Traktor Boros menejerlari sizlarga batafsil ma'lumot ko'rsatadilar. 82si va 2025 bo'lgan traktorlarimizni narxlarini albatta videoni oxirlarida aytib ketadilar akamiz. Narx jihatdan ham albatta hammasi ma'lumot aka, endi mana 82 dan boshlaymiz. Har bir fermerda bitta bor. Legenda bu. Har bitta fermerda albatta bittadan bor bu texnikamiz. Endi bu texnikalarni yangilash vaqti keldi. Bilaman, ko'p fermerlarda eski traktor hozircha. Yangi versiyasi aka, mana 2025-yilda. Kuzovlarni ham ko'rib chiqasiz bemalol. Bartovoy deydi. Qana aka, hisoblarni ko'rsatingchi o'zingiz. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ishlarni ko'rsatib. Qadrdon akalarimizga radiosi bor. Xo'p, muhimi konditsioneri bor. Muhimi yangi 2025 sidenkalari bor mana. Qo'lda qo'yib o'tiradigan ancha afzalliklari bor. Eski traktorlardan anchagina farqi bor. Bu texnikani olish kerak hozir, yangilash kerak faqat. aka, ko'pincha fermerlarimiz bilan sezon bo'yicha ishlashadi. Lizing haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'ting. Lizing bo'yicha shu boshlang'ich 25% ni to'laydi. 1 yildan 3 yilgacha, 1 yildan 3 yilgacha har 6 oy to'lov asosida mikro lizingdan xarid qilishlari mumkin. Naqd to'lov, pul o'tkazish hammasi bor. Bo'ldi. Aka, endi xudo xolisa keyingi traktorga o'tamiz. Bundan keyin aka, narx bo'yicha, bizni bilasiz, fermerlarimiz o'zi narx bo'yicha ko'pincha ko'rishadi. Da. Narxini ham aytib keting. Narxi hozirgi kundagi narxi 370 million so'm. Bizlarda kommentariyaga yozsin, naqd oladigan bo'lsa, buni o'tib beradigan joyi bor. Kelishtirib, chiroyli qilib. Lizing bo'yicha aka shartlar 25% ma'ni yoki kamroq bo'lishi mumkin? 25% to'lov. Bo'ldi, 25% demaymiz. 25% bilan bemalol chiqarib beramiz. Xudo xolasa kelib, xarid qilishingiz mumkin. Keyingi traktorga o'tamiz. 80.1. 80.1 bu transportniy traktorimiz hisoblanadi. Fermer akalarimiz o'zi bilishadi. Transportniy prinsip, ya'ni tilichka tortadi. Fermerlar tilida aytganda tilichka tortadigan texnikamiz. Bu ham 2025. Faralarni ko'rishingiz mumkin. Yangi faralarda chiqqan. Bu texnika ham 2025 yili. Bu texnikamizda ham radiosi bor, konditsioneri bor. Hamma qulayliklar bor. Hamma qulayliklar bor. Hammasi xalq uchun, fermerlarimiz uchun. Traktor Boros kompaniyasi mashtalarni olib kelib qo'yganlar. Eng so'nggi modeldagi texnikalarni bu traktorning narxini aytib ketish kerak. Bu traktorimizning narxi hozirgi kundagi narxi 315 million so'm. Bu ham xuddi o'sha 1 yildan 3 yilgacha boshlang'ich 25% to'lov asosida har 6 oyda paxta, g'alla sezonida to'lab olib chiqib ketaverishadi fermer akalarimiz. O'ylashmasin buni olishda anaqasida. Bemalol xarid qilishlari mumkin. Albatta keladigan bo'lsa, albatta buni ham bonusi bor. Albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lib qolishsa. Конечно, Instagram hamda YouTube kanallariga, Telegram kanallariga ham obuna bo'lib qo'yishsa, undan ham ko'proq ma'lumot olishadi fermer akalarimiz. Bundan keyingi traktorimiz 82.1 oddiy most hisoblanadi. Legenda traktor hisoblanadi. Fermer akalarimiz albatta buni bilishadi. 82.1 oddiy most. Hozir shu variantda aka tuning bo'lgan edi. Chorniy boomer traktori yaqinda YouTubedan ko'rsatib ketganmiz. Yaqinda sotilgan yaqinda ko'rsatib ketganmiz. Tuning bo'lgan traktorimizni obzorni ko'ramiz. 2025 yil. 2025 yili radiosi, konditsioneri, hamma sharoitlari bor bu texnikamizda ham. 4 silindr. Xo'p, qator orasiga zo'r tushishi bilan fermerlarni mehrini qozongan traktor. Bir naveskasini ham ko'rsatinglar aka. Albatta naveskalari ham zo'r buni. Yuragida bu. Belarus endi baquvvat traktor. Fermerlar buni yaxshi bilishadi. Naveskalari ancha baquvvat tuzilgan bularda. Xo'p, endi aka bu traktorni narxini aytib ketasiz. Xo'p, bu traktorimizning narxi hozirgi kundagi narxi 340 million so'm. Shunaqa lizing narxi to'lov har doimgi o'sha 1 yildan 3 yilgacha boshlang'ich 25% to'lov asosida bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa aka, endi keyingi traktorga o'tamiz. Albatta buni ham naqdga oluvchilar bor. Bu texnikani albatta ko'pchilik naqdga olishadi bu texnikani. Bilishadi kuchini. Naqdga ham o'tib beriladigan joyi bor. Traktor Borosga kelsanglar, akalarimiz sizni showroomimizga kelsa, imkon qadar chiroyli narxlarda kelishtirib
fermerlarimizni o'ylagan holda Xafa qilmasdan jo'natib yuboramiz. Jo'natamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bundan keyingi traktorimiz 82.1 balishniy most hisoblanadi. Balishniy mostimiz Mana aka, mana o'zi yozilgan, nadpislari ko'rinib turibdi. 2025-yil iyunda kelgan mana. Ko'pincha akalarimiz ishonmaydi, shu ko'rib ketamiz. 2025 spotlangan bu motorlarga yozilgan. 82.1 balishniy mostimiz. U oddiy most. Oddiy most deydi. Bu balishniy most hisoblanadi. Ancha baquvvatroq. 85-96 kuchini beradigan texnika. Buni fermer akalarimiz bilishadi. Buni kuchini, balonlari ham kattaroq bo'ladi ozgina. Balonlarni ko'rib ketamiz. 2025 bu ham xuddi konditsioner radiosi обязательно bor fermer akalarimiz uchun. Da, конечно, yengadi. Mercedes salonda chiroyli hidlar bilan turibdi. Zavodda o'zidan kelgan. Fermer akalarimiz uchun eng asosiysi zavodda o'zida yig'ilgan. Belarus zavodda o'zida keladi bizda traktorlar hammasi. Buni bilishadi bizda. Aka, bizni ko'pincha obunachilarimiz bizni boshqa fillarimiz haqida bilmas ekan. Surxondaryo, bizning filiallarimiz ko'p. Surxondaryoda bor, Buxoroda bor, Yazuvonda bor, Samarqandda bor. Shu viloyatda ko'rayotgan akalarimizga bir aytib ketsangiz. Da, конечно, u akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, lokatsiyalari bor, filiallarimiz ko'p. Borib bemalol mana shu texnikalar u yoqda ham bor. Aka, qarang, o'zi ko'pincha fermerlarimiz aytadi, shitday traktorlar hammasi eski deydi. U hammasi o'zi bizning главный ofisimizdan chiqib, primoy etib boradi. Bir kunda olib kelib berishadi. Belarus zavodda o'zidan keladi. Hammasi furalarda kelgandan keyin o'sha filiallarga o'sha furadan kelgan texnikani jo'natamiz. Yangi texnika hammasi. Xudo xolasa chiroyli. Hammasi yangi. Yangi qilib. O'ylab o'tirishmasin, u salondagi yangi, u yoqdagi eski deb. Bizda hammasi yangi 2025. Bu yerdagi bor narsa filialda ham bor. Filialda ham bor. Albatta. Xudo xolasa. 82.1 oddiy mostimizda hozirgi kundagi narxi 355 million so'm. Bu traktor ham ancha legenda, fermer akalarimiz yaxshi bilishadi buni. Kuchini, quvvatini yaxshi bilishadi. Naqdga oladigan akalarimiz ham naqdga oladigan akalarimiz ko'p buni. Uni ham sunnati bor, o'ziga o'tib beriladigan yarasha joylari bor. Fermer akalarimiz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlarni chiroyli qilib, kelishilgan holda imkon qadar sizga yengillik qilib, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa endi u aka boshqacha. Endi mana 1025 traktorimiz. Bu texnikamizni bilgan biladi fermer akalarimiz. Bu yangi faralarda, yangi ko'rinishlarda chiqqan texnika hisoblanadi. 20-22.3 ni biladigan fermer akalarimiz mana shu fasonda chiqqan 1025 yangi dizaynda, yangi ko'rinishda, yangi ot kuchi, yangi salon, hamma taraflama. O'zi ham bir yangi traktorda. Yangi traktorda. Endi bu maqtab o'tirishda o'zi fermer akalarimiz u ko'rinishi bilan o'zini o'zi maqtayotdi, aka. 1025 traktorimiz. Hop. Konditsioneri bor, radiosi bor, buni ham 2025 yangi versiyasi. Bemalol salonda hidlari bor, endi o'zgacha baribir radiosi. O'zgacha baribir aka. Konditsioneri. Fermer akalarimiz, traktorchilarimiz asosiysi zerikib qolmaydi bu traktorlarni mingandan keyin. Boshqacha aka, boshqacha. Kunda issiqda fermer akalarimizga tilab qo'yamiz, nasib xudo xolasa. Har bitta fermerga, niyat qilgan fermerga mana shunaqa traktorlar minish nasib qilsin. Shu traktorda olish niyatida yurgan texnik fermer akalarimizga aloqaga chiqishsin, kommentariyaga yozsin. Belarus, Yuto texnikalarimiz ham bor. Nima texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsin. Mana shuncha texnika bor, mana. Shuncha texnikamiz bor. O'rta Osiyoda yo'q bo'lmagan salon bizada. Bu texnikamizni yana bitta afzallik tarafi qo'shimcha ramasiga qo'shimcha narsa qo'yilgan, ramasi baquvvatroq hisoblanadi. Fermer akalarimiz yaxshi bilishadi. Ancha baquvvat bu. 1025 hozir sotuvda mavjud emas. Undan ko'ra bu baquvvatroq bo'lib chiqqan texnika hisoblanadi. Buni narxini aytaylik. Hozirgi kundagi narxi 510 million so'm. Naqd olaman degan klientlarga o'sha kelishadigan joy bor. O'sha kelishadigan joyi bor. Chiroyli qilib o'tib beriladigan joyi bor. Fermer akalarimiz bemalol albatta quyidagi raqamlarga chiqishamiz, ha? Da, aloqaga chiqaversin, qo'rqmasdan chiroyli qilib narxini sindirib, kelishtirib, rozi qilib jo'natamiz, xudo xolasa. Xalq uchun, fermer uchun. Xudo xolasa. Undan keyingi texnikamiz mana 1221.3 bu gigant traktori. His qilgan, haydab ko'rgan odam
fermer akalarimiz albatta bilishadi buni kuchini. Bu Belarus zavodda o'zida keladigan oldi toshlari bilan keladi. Toshchalar ham bor, ana. Xo'p, 8 ta toshi bor. Har bittasi 45 kilodan har bittasi. Bu ham bir traktorda kuchiga kuch beradigan hisoblanadi. Xo'p, 130, 135 ot kuchlarini beradi. 140 gacha. Salonlardan bir qo'shib ketsak, Salonlarga keladigan bo'lsa, o'sha yangi faralar, yangicha ko'rinishda bu ham 2025-yil 2025 yili. Hop, o'zgacha chiroyli. radiosi, konditsioneri mavjud. Fermerlarimiz xudo xolasa xarid qilishsa, Ha. mazza qilib minishadi akalarimiz. Haydaydigan traktor hisoblanadi bu texnikamiz ham. Xudo xolasa. 1221.3imiz. Hop, hozirgi kundagi narxi 640 million so'm. Buni ham naqdga kelishadigan joyi bor. Mana shundan o'tib ketaylik. Belarus qimmatlashyapti deshadi. Endi bir o'tib ketsak, bu bizning qo'limizda emas. Endi Belarusda o'sha o'zligi narxini ko'paytirib, o'zi tushayotganini aytib ketsangiz. Zavodda o'zida hisoblanadi. Biz narxni belgilamaymiz. Buni fermer akalarimiz to'g'ri tushunishi kerak. Biz zavodda o'zidan primoy olamiz. Biron joyda tuzilgan yo anaqa emas. Garantiyalarni ham aytib o'tib ketaylik. Korobka motorga bizada eng ko'p garantiya bizada. Traktor Borus kompaniyasida. Lekin imkon qadar narxini naqd akalarimizga imkon qadar tushib berib chiroyli narxda qilib berishga harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Fermerlar o'ylagan holda imkon qadar qo'limizdan kelgancha narxini o'tib chiroyli qilib beramiz. Traktor Borus kompaniyasi bizning fermerlarimizni o'ylab, narxlarni o'zi ko'tarayotgan deb o'ylamang akalar. Hammasi imkon qadar qilib narxni chiroyli qilishga harakat qilyapmiz. Garantiyasiga keladigan bo'lsak, 1,5 ming matachas yoki 1 yil garantiyasi korobka motorga. Fermer akalarimiz yaxshilab eshitib olsin. Boshqa joylardagi nisbatan 5000 matachas shunaqa variantlar ham ko'rdik. Klientlar aytib kelishdi, yo'q bizada unaqa. Xalqimiz uchun shunaqa sharoitlar zavod o'zida garantiyasi 1 yil yoki 1,5 ming matachas. Eng uzog'i bizda. Buni narxini o'tib ketdingiz aka? Buning narxi 640 million so'm. 640 million so'm. O'sha mikrolizing orqali xarid qilish mumkin. Pertisliniya, pul o'tkazish, naqd farqi yo'q. Ketaveradi. Mana aka traktorlarni ham obzorni ko'rsatdik, narxlarni aytdik. Endi video tugatdik aka, mana endi siz o'z gapingiz bo'lsa, gapirib keting obunachilarga. Endi bizning qisqagina mehnatimiz fermer akalarimiz uchun hammasi akalarimiz bizdan rozi bo'lsin. Narx-navosi bo'yicha qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Tushirish bo'yicha. O'sha lizing, pertisliniya, naqd to'lov. Naqd to'lov. Naqd to'lovda albatta naqd to'lovda albatta bonusi bor. Fermer akalarimiz yaxshi bilishadi. Bizdan traktor olganlar buni yaxshi bilishadi. Endi aka, obunachilarimiz obuna bo'lib qolishligini so'rash. Endi albatta obunachilarimizdan bitta iltimos, mana shu videoga like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Traktor Borus kompaniyasi qadrdon obunachilari ko'p bilaman. Kuzatuvda albatta hammasi. Qo'ldan kelgancha boshqa texnikalar bo'yicha ham ma'lumot beramiz. Albatta quyidagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Akamiz o'zlari xizmatda. Kommentariyaga ham bemalol Belarus yoki plus belgisini qoldirib ketsa ham albatta aloqaga chiqamiz. Ma'lumotni to'liq beramiz. Savolingiz bo'lsa, kommentariyaga izoh qoldirib ketasiz yoki quyidagi raqamga chiqsangiz, albatta biz qo'l markazimiz sizga xizmat ko'rsatadi va akamiz ham o'zlari mana bemalol murojaat qilsangiz yordam ko'rsatadilar.